San, baxtga. San. Senga ham kerakmi? Yo'q. Tur. Jon, tur, senga nima qildi? Tur! Tushadimi? Super. Alo, eshitaman. Bo'l, yo'q. Qaysi masala yotgan ekan? Bo'ldi, xo'p, komandir. Tushundim sizni. Mayli. Terpinglar bilat. Yozibdi-da. Akalar adashtimmi deyman. Yo'q, adashganim yo'q. Kel, yo'ravon, qani. O'g'lim. Sarlar, men bir shappa turganimga shunchalik vahima qilib yotib oldinglarmi? Kelinglar, kelishib olaylik. Bo'ldi, kelishamiz. Davay, kelishib olaylik. Nima ahvol bu? Oyoqqa tegma, oyoq sindi. Yo, men bir shappa turganimga sen shu oyoqlaring, qo'llaring sindimi? Sen bir shappa turding, men oyog'im sinib, qo'lim tayinga qolib ketdi-ku, qo'lim singan. Sizlarning yarashaydigan qilib qilinglar. Kelishib olaylik, unda chiqinglar nima bu yerdan. Bo'ldi. Kelishamiz. Sen bilan kelishamiz. Xo'p, nima qilishim kerak kelishimiz uchun? Hozir qorincha ochda, sen urding, kallanglarni bosh aylanayapti-da. Bir zo'r abidcha olib keling menga. Siz bozorlikcha qiling. Shashlikcha bilan somsacha achchiq bo'lsa. Tushundingizmi meni? Bo'ldi, tamom. Nima? Jo'rajon o'tkazib o'rmadingmi? Yo'q, pul topishni boshqa yo'li yo'q. Oyoqcha qani? Qo'lam sindi-da bir shapotni zo'ri bilan. Lekin yomon urdi. Men uni shunday yozib berdim, o'ziga kelmaydi, umuman o'ziga kelmaydi. Mana zakaslaringni olib keldim. Shu bilan endi sog'ayib ketasizlar. O'sha yerga qo'ygan, o'sha yerga olib. Qo'l olib kelmabdi-ku. Yo'q. Alo. Aqola Fanta esdan chiqdi-ku. Meva-cheva ham esdan chiqmasin. Mana zakaslaring ham keldi. Qo'y. Shu bilan sog'ayib ketinglar endi. Bundan 5 million pul olamiz. Boshqa ish qilamiz. Bu safar endi Santa yog'i ekan. Bo'ldi gap yo'q. Zo'r bo'lar. 100%. Ko'rding, pul topishni o'ylash kerak.